يا سائلي عن مذهبي وعقيدتي، رزق الهدى من للهداية يسأل. اسمع كلام محقق في قوله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bugungi sana 2025-yil fevral oyini 26-chorshanba kuni. Xo'p, sizlar bilan aqida mavzusida darsimizni olib borayotgan edik. Bu aqida mavzuyimiz, mana bu darsimizning nomi Al-aqidatu fillah. Ya'ni Alloh haqidagi e'tiqod. Allohga nisbatan bo'lgan bizning aqidamiz qanday bo'lish kerak? Mana shu haqida gaplashib ketamiz inshaalloh. Lekin bir boshdan gaplashyapmiz. Biz o'tgan safargi darsimizda gaplashib o'tib ketgan mavzularimiz nima mavzular bo'ldi? Masalan, aqidani inkor qilgan odamning hukmi nima bo'ladi? Mana shularga ishora qildik. Kofir bo'ladi dedik. Shu kofirlarga bo'lgan bizni masalan o'rnimiz, munosabatimiz, ya'ni nima deb aytiladi? Masalan, kofirlarga bo'lgan masalan mo'min, musulmon kishining pozitsiyasi qanday bo'lish kerak? Shularni aytib ketdik. Masalan, kofir Alloh huzurida nima bo'ladi? Masalan, da'vat yetib bormagan kofir bo'lsa, masalan, ular imtihon qilinishini aytib o'tdik. Xo'p, endi qarang, hozir biz bir masalaga yetib kelganmiz. Ya'ni bu masala qanday masala deb aytilsa, vojiblarni tark qilish va harom bo'lgan narsalarni qilish. Ya'ni bu degani nima deb turib aytib o'tamiz? Mana bu yerda hozir gunoh kabirani qilgan odamning hukmini aytib o'tiladi. Gunoh kabirani qilgan odamning hukmi ahli sunna va jamoaning e'tiqodida qanaqa? Mana shu narsaga to'xtab o'tamiz. Xo'p, demak, birinchi matlab degani shu birinchi masala, gunoh kabirani qilgan odamga salaflar qanday e'tibor bergan? Salaflarni, xosatan shu gunoh kabirani qilgan odamga nisbatan salaflarning mavqifi, salaflarning munosabati. Mana shak shubha yo'qki, Alloh vojib qilib qo'ygan, farz qilib qo'ygan toatlarni tashagan odam, ya'ni masalan, qanaqa toat? Zakot, roza, haj, ota-ona yaxshilik qilish yoki bo'lmasa haromlarni qiladigan kishi. Masalan, zino, ribo va hamda yetimning molini yeyish, masalan, shunaqa narsalarni qiladigan odam, u iymon vajhini, iymon suratini xuniy suratda qilib qo'ygan bo'ladi. Va hamda bu odamni iymoni tark qilgan toatlarini miqdoricha noqis bo'lib qolaveradi va qilgan gunohlariga qarab turib iymoni noqis bo'lib qolaveradi. Lekin mana shunday vojibotlarni, farz bo'lgan ibodatlarni tark qilish bilan kofir bo'ladimi? Yoki bo'lmasa harom bo'lgan narsalarni qilib qo'yish bilan odam kofir bo'lib qoladimi? Agar birinchisini inkor qilmasa, ya'ni bu degani qilmayapti, masalan ba'zi vojib bo'lgan, masalan zakot, roza, haj, mana shularni aytib ketdi-da. Masalan qarang, birinchisini inkor qilmasa, ya'ni shu farz bo'lgan narsalarni inkor qilib yormasa, ya'ni qilmasa ham bo'laveradi demasa, ikkinchisini halol sanamasa, ya'ni harom bo'lgan narsani qilyapti masalan ba'zilar. Endi mana shu qilayotganda halol sanamasa, kofir deb aytiladimi, yo'qmi? Halol sanasa kofir bo'ladi. Bunda gap bo'lish mumkin emas. Hech kim ixtilof qilmaydi bunda. Endi shuni aytayaptiki, mana bizni oldimizda turgan dalillar bizni hidoyat qiladi. Shu dalillar, ya'ni shu dalillar bizni yo'lga solib qo'yadi. Qarang, biz oldimizdagi dalillar musulmon kishi gunohni qilish bilan kofir bo'lmaydi va vojib bo'lgan narsalarni tark qilish bilan ham kofir bo'lib qolmaydi. Balki iymoni noqis bo'lib qoladi. Va hamda musulmon kishining ishi Allohga bo'ladi. Alloh agar xohlasa uni kechiradi, xohlasa uni azoblaydi. Endi bu boradagi ochiq bir dalillardan mana Alloh taoloning so'zi. Innalloh la yaghfiru yushraka bihi va yaghfiru ma duna zalika liman yasha. Alloh o'ziga shirk qilinishini kechirmaydi. Kim shirk qilsa Alloh kechirmaydi. Lekin shirkdan past gunohlarni kechiradi. Shuning uchun va yaghfiru ma duna zalika liman yasha. Ya'ni duna zalik degani bu undan past degan ma'noda. Ya'ni shirk bo'lmagan gunohni Alloh kechiradi. Demak, xohlasa kechiradi bu. Demak, qarang, mana kechirishni qabul qilmaydigan gunoh u shirk ekan. Ammo shirk bo'lmagan gunoh bo'lsa, u Allohga bo'ladi. Alloh xohlasa kechiradi, xohlasa azoblaydi. Va hamda oyat ma'nosini ochiq qilib, ravshan qilib beradigan bir qancha hadislar kelgan. Hadis qudusiyda keladi. Ey odam bolasi degan, agar sen menga
yerda to'laligichalik bo'lgan xatoni olib keladigan bo'lsang, keyin menga hech bir narsani sherik qilmagan holatda yo'liqadigan bo'lsang, men senga yerni to'laligichalik mag'firatni olib kelaman. Yerni to'laligichalik mag'firatni olib kelaman degan. Va yana boshqa hadis qudusiyda keladi. Qaysi bir kishi menga yerni to'laligichalik xato bilan yo'liqadigan bo'lsa, hadis qudusiy bu, sahih hadislardan. Menga biror bir narsani sherik qilmasdan yo'liqsa deydi Alloh taolo. Men unga uni mislichalik bo'lgan mag'firat bilan yo'liqaman. Uni mislichalik bo'lgan mag'firat bilan yo'liqaman deydi. Endi mana bu joyda biz dalil qilib olsak bo'ladi. Demak, shirk qilmasa Alloh taolo inshaalloh, ya'ni o'zi xohlasa kechiradi, xohlamasa kechirmaydi. Xohlamasa kechirmaydi deganimiz, ya'ni bu Alloh xohlasa shunday kechirib, uni gunohlarini yuvmasdan jannatga kirgizib yuboradi. Agar gunohini kechirmasa, Alloh taolo uni gunohlarini yuvish miqdorida, gunohlari to'kilish miqdorida jahannamga uni kirgizadi. Shu ma'noda-da. Va yana Jobirdan hadis keladi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam aytdi: kim o'lsa, Allohga hech bir narsani sherik qilmagan holatda o'lsa, u jannatga kiradi. Qani, Allohga sherik qilmasdan, shirk qilmasdan o'lsa jannatga kiradi deyilgan. Demak, Allohning mashiatining ostida bu. Va yana shafaat hadisida keladi. Shafaat hadisida Alloh taolo aytadi: izzatim va jalolatim va kibriyoyim va ulug'vorligimga qasam ichaman, jahannamdan la ilaha illalloh deydigan odamni chiqaraman degan. Maqsad bu yerda iymon bilan aytganda, quruq nomiga aytib qo'ygan odam emas. Iymon bilan haqiqatda ham men musulmonman degan ma'noda aytgan odam. Tushunali-ya? Xo'p, yana Abu Said al-Xudriydan keladi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam aytdi: jannat ahli jannatga kiradi va jahannam ahli jahannamga kiradi. Keyin Alloh taolo aytadiki, qalbida zarra misqol iymondan xardal urug'ichalik bo'lgan insonni chiqaringlar deydi. Tushundingiz-a? Qarang, hadisda akhriju ma kana fi qalbihi mithqalu habatin min xardal min iymon deyapti. Iymonni xardal urug'ichalik bo'lgan, qalbida xardal urug'ini mislichalik bo'lgan kishini jahannamdan chiqaringlar deb turib aytiladi. Ha, demak biz mana bu joyda nimani foyda qilib olamiz? Demak, ozgina iymoni bo'lsa ham jahannamdan chiqadi. Demak, jahannamga kiryapti, qarang. Jahannamga kiryapti. Mana shu joy bizga kerakda mana. Ya'ni jahannamga gunohi sababli kiryapti, shu sababli ya'ni jahannamdan iymoni sababli chiqyapti. Agar iymoni bo'lmasa, faqat kufri bo'lsa jahannamda qoladi. Abu Sufyon aytganki, men Jobir ibn Abdulloh bilan Makka da 6 oy qo'shni bo'lib yashadim degan. Bir kun bir kishi undan so'radi: sizlar qibla ahlidan birontasini kofir deb aytasizlarmi? Shunday deb nomlaysizlarmi degan. Qibla ahlidan birontasini kofir deysizlarmi deb turib Jobirdan so'raganda, Jobir aytganki, Alloh saqlasin degan. Biz qibla ahlidan bo'lgan bir kishini mushrik deb aytamizmi degan. Ya'ni o'ylab gapiryapsanmi degandek qilganda, shunda yo'q degan. Qarang, yana bu hali kishi fahal tusammunah mushrika, mushrik deb turib nomlaysizlarmi o'zi deb Jobirdan so'ragan. Jobir yo'q deb turib aytgan. Xo'p, demak, mana shu o'tgan dalillar ulamolarni, xossatan qanaqa ulamolar? Ummatni salafidan ko'zga tashlangan ulamolarni shunday deb aytadigan qilgan. Ya'ni ulamolar shunday deb turib aytadiki, gunohlarni qilgan odam va vojib bo'lgan narsalarni tark qilgan odam haqida. Maqsad bu yerda gunoh kabirani qilgan odamlar. Ya'ni ana shu odamlar ulamolarni mana aytgan so'zida iymonida mo'min deydi. Iymoni bilan mo'min, Allohga iymon keltirganman deydi, rasuliga iymon keltirganman deydi, ibodatlarni qiladi, shu iymonida mo'min, gunoh kabirasi bilan fosiq deb turib aytishgan. Qarang, bizga kerak bo'lgan joyi shu-da mana. Fahum asbatu lahu iymana. Demak, ulamolar mana bu odamga, shu gunohkor bo'lgan odamga iymonni isbot qildi. Iymonni isbot qildi, ya'ni. Tushunali-ya? Lekin toatni qilishdan, ya'ni toat qilishga haqli bo'lgan mutlaq iymon emas u. Ya'ni mutlaq iymon emas degani, maqsad bu yerda to'laqonli iymon emas. U to'laqonli iymonki, u butun toatlarni qilgan kishi unga haqli bo'ladigan deyapti mana.
Allazi yastahiquhu man fa'ala to'at degani to'atlarni qilgan kishi haqli bo'ladigan va ma'siyatlardan tiyilgan odam haqli bo'ladigan mutlaq iymon emas, balki muqayyat iymon. Ya'ni muqayyat degani cheklangan iymon u. O'zini fisq gunohi bilan qayd qilingan iymon bo'ladi. U odam o'zi qilgan katta gunoh sababli. Ya'ni yuqorida aytilgandek iymoni bilan mo'min, kabirasi bilan fosiq. Demak, shuni nima deb aytayapti mana? Qilgan gunoh kabirasi sababli fisq bilan qayd qilingan iymon. Ya'ni shu gunoh kabirasi bilan fosiq deb turib aytiladi. Demak, mana shu hozir siz bilan biz o'tgan birinchi jihatimiz. Mana biz yuqoridagi vojiblarni tark qiluvchi, haromlarni qiluvchi odam haqida, ya'ni gunoh kabiralarni qiluvchi haqida salaflarda fikrini hozir aytdik. Demak, salaflar bu odamni kofir deb yormaydi. Salaflar deyishdan maqsad ana shu katta-katta olimlar kofir demaydi buni. Balki nima deb turib aytadi? Buni aytadigan holati, aytadigan so'zi, balki bu odam ana gunoh qilgan odam hisoblanadi, ya'ni gunohkor odam hisoblanadi deyishimizdan maqsad nima? Ya'ni maqsad bu yerda, qani e'tibor bering, u mo'min odam, lekin gunohkor o'zini qilgan gunohi bilan. Ya'ni kofir deb yorilmaydi-da. Xo'p, xullas. Mana davomida ikkinchi matlabda aytayaptiki, ikkinchi matlabda al-xavarij alladina yukaffiruna bizunub. Gunoh kabiralar bilan kofir deydigan xavorijlar. Gunoh kabiralar bilan kofir deb tashlaydigan xavorijlar. Demak, yuqoridagi ahli sunna bo'lgan olimlarning qarshisida boshqa bir toifa paydo bo'lgan. U toifa kufr bilan gapirib, kufr bilan ayblab tashlaydigan boshqa bir toifa bo'lgan. Masalan, bir vojibda suskashlik qiladigan bo'lsa yoki bir haromni qilsa bir odam, ana shuni kofir deydigan bir toifa chiqib kelganda, ular xavorijlar. Shuning uchun xavorijlar ular gunoh kabira bilan kofir deydi deb aytib qo'yapti-da. Qarang. Va hamda aytayaptiki, mana biz ko'p insonlarni, bugungi kunda ham ko'p odamlarni mana shunga o'xshagan narsa bilan kofir deyishga shoshilayotganligini hamon ko'ramiz. Birinchi, mana bu so'zni aytgan odamlar xavorijlar. Ular Ali ibn Abi Talib radhiyallohu anhu ning qo'shinidan chiqqan bir toifa bo'lgan. Ular nima uchun chiqqan deyilsa, qarang, aytayaptiki, ikkita hakam, ya'ni ikkita hukm qiluvchilar Abu Musa al-Ash'ari va Amr ibn al-As, ya'ni Amr ibn al-As. Mana shu kishilar musulmonlarning o'rtasida, Ali va Muaviyani yetakchiligida musulmonlarning orasida paydo bo'lgan xilofni hal qilishda Abu Musa al-Ash'ari bilan Amr ibn al-As chiqqan, ikkalasi hakam bo'lib turib chiqqan. Mana shu hakamlarni yomon ko'rib, mana shularning haqida har xil gaplarni gapirgandan keyin bir toifa chiqqanda, ya'ni masalan hozir tushundik-a? Demak, Ali bilan Muaviyani o'rtasida, Ali radhiyallohu anhu, Muaviya radhiyallohu anhu ning o'rtasida bo'lib o'tgan ba'zi bir ishlar bo'lgan. Ba'zi bir ishlar bo'lganda, ana shu sababli keyin Abu Musa al-Ash'ari va Amr ibn al-As ular hakam bo'lgan. Keyin bular shu xavorijlar chiqib qanday qilib, ya'ni hukm qilasizlar degan. Hukm faqat Allohniki-ku degan. Hukm Allohniki bo'lish kerak. Inil hukmu illa lillah deb oyatda kelyapti-ku, hukm mana faqat Allohniki deb aytilyapti-ku degan. Demak, hukm Allohniki deb aytilgandan keyin endi sizlarda nima haqqinglar bor hukm qilishga deb ana shu Abu Musa al-Ash'ari bilan Amr ibn al-Asni yomon ko'rgan. Shunda biz sendan voz kechamiz deb Ali radhiyallohu anhu dan voz kechib chiqib olgan bular. Shu holatda bo'lgan. Keyin mana shu toifa mana chiqib keldi-da xavorij. Bular katta fitna bo'ldi. Gunoh kabira bilan qilgan, gunoh kabirani qilib qo'ygan odamni kofir dedi. Chunki bular o'zi aslida xato tushunchani tushunganda, ana shu xato tushunchasi nima? Gunoh kabirani qiladigan odam, masalan bir odam zino qilsa, zino qiladigan odam odatda ana shuni halol deb qiladi. Yoki aroq ichadigan odam odatda shuni halol deb ichadi. Shuning uchun kofir deb aytib yurishavergan. Qarang, mana xavorijlar deyapti. Rijollarni, ya'ni hokim qilishni shar'an xato deb turib da'vo qildi. Mana bularda chiqib kelgan narsasi shu-da. Qarasiz, har bir bid'atchi toifa shunaqa bir jihatni ushlab oladi xolos. Masalan, mana hizbiylarni qani, "O biz xalifa tiklaymiz, xalifalik tiklaymiz" deydi, faqat shu bahona bilan chiqib olgan. Bu tagi pish bo'lgan o'zi. Xavorijlar ham xuddi shunaqa. Xavorijlar ham shunaqa qilib chiqqan mana. Xavorijlarni ana shu bitta ularni aytgan gapi,
ya'ni rijollarni, kishilarni hakam qilib olish bu shar'an xato degan va buni kufr deb hisoblashdi. Va hamda shunga rozi bo'lgan musulmonlarni ham kofir deb yubordi. Shu holatda bo'ldi-da. Va o'zlariga kufr bilan guvohlikka o'tishdi bular. Ya'ni bu degani, biz ham kofir bo'lgan ekanmiz deb yubordi-da. Keyin yangitdan iymon keltirdik biz deb yangitdan iymon keltirishdi. Qarang. Va hamda Alini bo'lsa o'ziga kufriga, ya'ni o'zini kufriga iqror qilsin deb Alini talab qilishdi shunaqa. Ya'ni Ali ham kofir bo'lgan, Ali radhiyallohu anhu, u ham tan olsin kufrini degan. Shunaqa narsalar bo'lganda va hamda mana shunaqa qilib tan olsa, biz uni qo'shinini safiga qaytishimizni sharti degan. Ya'ni shart mana shu degan. Ya'ni ular ana shu Alining safiga qaytishini sharti mana shunday bo'lganda, keyin Ali radhiyallohu anhu ularga ummatni olimi Abdulloh ibn Abbosni jo'natadi. Abdulloh ibn Abbos ularning ichida hujjatlarni, ya'ni ularga kelib hujjat qoyim qiladi. Ularni tutgan yo'lini, sizlarda manaqa shubhalaring bor deb ularni mazhabini sindirib tashlaydi. Keyin ulardan necha mingtasi, deyarli 4 mingtasi deb ham aytilgan, shunday qaytib ketgan. Lekin mana bu so'zda 2 mingtasi qolib qolgan. Ali ularga qarshi jang qiladi. Ularni yo'q qiladi keyin. Ularni o'ldiradi. Qani shunaqa fitnalar bo'lganda, bular mana shu fitna, xosatan bu xavorijlar fitnasi mana shunday bo'lib boshlangan. Lekin ularda mazhabi baribir yoyilib qoldi. Va ulardan keyingi ko'plagan odamlar ana shu mazhabni ushlab oldi-da. Shuning uchun ham odamlarni kofir deyish fikri hozirgacha vaqti bilan qo'zib qolaveradi. Bir qo'zidi, hozir yana tushdi, yana bir qo'zidi, yana tushdi. Yaqinda bir qo'zuvdi, hozir sal yengillab qoldi. Qarang shunaqa. Va hamda yangitdan mana shu zamonlarimizda ham qo'zib qolgan deb mana bu joyda mana ishora qilib aytib qo'yapti yani. Xo'p, endi xavorijlar gunoh kabirani qilgan odamni kofir deb turib aytib oladi. Nimaga shunaqa deydi? Gunoh kabira qilgan odamni kofir deydi. Mana bu yerda bizga mana shu narsalarni aytib bergan. Qarang, xavorijlar gunoh kabira qilgan odamni kofir deyishiga bir qancha dalillarni keltirgan. Xo'p, birinchi navbatda mana xavorijlar ular gunoh kabirani qilgan odam islom dinidan chiqqan kofir deydi. Qoni moli halol deydi. Aytadiki, u jahannamda abadiy qoladi shu gunoh kabirani qilgan odamni. Mana shunga o'zlari mazhab qilgan narsasini isbot deb turib, o'zlarini, ya'ni mazhab qilgan shu o'zlari tutgan yo'lni sobit isbot qiluvchi deb o'ylagan dalillarini hujjat qilgan. Shu dalillardan mana ular aytishganki, sizlar degan bizga muvofiqsizlar-ku mana amallar iymon atamasiga kirishdi. Ya'ni bir odam amal qilsa, shu amalni nimaga qiladi? Iymoni bo'lganligi uchun qiladi. Namoz o'qiydi, iymoni bo'lganligi uchun o'qiydi. Chunki iymon e'tiqod, so'z, amal degan. Agar iymonni bir bo'lagi ketsa, xuddi bir amaldek. Ya'ni iymonda hammasi ketadi degan. Qarang, iymonda bir bo'lagi ketsa, bo'ldi bir amal kabi. Masalan, bitta amalni tashlasa bir odam, demak, ketdi qolgani deydi. Masalan, aytaylikki, bir odam masalan mana jihod farzayn bo'lsa, jihod qilmasa bo'ldi, kofir bo'ladi deydi. Shunaqa so'zlarni bular ko'tarib chiqqanda. Tushunali-ya? Va hamda bu hozir birinchi holat. Ikkinchi navbatda Alloh taolo ba'zi gunohlarni fisq deb turib nomladi. Fosiqlik deb turib nomladi. Mana Alloh taoloning so'zi kabi, injaakum fasiqun binabayn fatabayyanu. Agar fosiq sizlarga bir xabarni olib kelsa, uni aniq qilib olinglar degan. Demak, fosiq degan lafz bu joyda yolg'onchi odamga ishlatiladi. Mana shu o'zi aslida oyatni siyoqida tadabbur qilishdan zohir o'zi shu. Ya'ni oyatni yaxshi bir o'qib, tafsirlarni yaxshi ko'radigan bo'lsangiz, sizlarga bir fosiq bir xabarni olib kelsa, uni aniq qilib olinglar degan. Ya'ni bu yerda kim haqida aytilgan deyilsa, bu yerda ochiq bir ana shu fosiq haqida aytilgan. Lekin bular mana shu fosiq deb turib aytilyaptimi? Fosiq odatda undan maqsad kofir deb shunaqa deb aytib tashaverdi. Va yana Rasululloh hadisda sibabul mu'min fusuq, mu'minni so'kish fosiqlik deb turib hadis keldi. Ular aytishdiki, Alloh taolo mana ba'zi bir gunohlarni zulm deb turib nomladi. Yetimning molini yeyish masalan. Innallazina yakuluna amvalal yatama zulman innama yakuluna fi butunihim naro. Yetimlarning mollarini nohaqlik bilan yeydigan odamlar, ular qorinlariga o'tni yeyapti degan. Demak, mana shu odamlar degan, qani
nima deb turib nomlandi, ular shunaqa qilib dalil qilib keltirganda, ya'ni bo'ldi, mana shu joyda mana zulmmi, demak bu gunoh zulm bo'ladi xolos. Ya'ni mana shu iymonga putur yetkazadi deganda xullas. Va hamda mana aytayaptiki, bir ayol kishi, ya'ni eri o'lgan ayol ana shu turmush uyidan belgilangan bir muddatning ichida chiqib ketsa, uni zolim deb nomlangan-ku degan. Chunki u Alloh haddidan o'tgan odam hisoblanadi. Mana oyatda vattaqulloha robbakum la tukhrijuhunna min buyutihinna va la yakhrujna illa yatina bi fahishatin mubayyinah va tilka hududulloh va man yata'adda hududallohi faqad zalama nafsa. Robbingiz Allohdan taqvo qilingiz. Va u ayollarni uylaridan chiqarmanglar. Ya'ni er o'lgan bo'lsa, bir uyda idda o'tiradimi? O'sha erining uydan chiqarib yormanglar. O'zlari ham chiqib ketmasin. Illo ochiq fahsh ishni qilib qo'ysagina, zino qilib qo'ysa va hokazo. Mana bu Alloh taoloning hadlari. Kim Alloh hadlaridan o'tib ketadigan bo'lsa, o'ziga zulm qilibdi degan. Demak, hozir ayol kishi deydi bular, demak, erini uyda o'tirish kerak. Bu vojib. Endi shap etib chiqib ketsa, o'z-o'zidan u zolim bo'ladi. O'ziga zulm qilgan bo'ladi. Demak, zulm qildimi? U ya'ni iymondan chiqib zulmga tushdi u. Ya'ni uni iymonli deb atalmaydi, uni zolim deb ataladi. Bo'ldi, buni demak iymonli deb atalmagandan keyin, zolim deb aytilgandan keyin zolim degan lafz u kufrga yaqinmi yoki bo'lmasa iymonga yaqinmi? Qaysi biriga yaqin? Demak, u kufrga yaqin deb shunaqa qilib nomlashganda, ya'ni xavorijlarning uslubi shu bo'lgan. Va yana aytishganki, mana bu gunohlar u fisq, zulm, fosiqlar va zolimlar kofirlardir ular deb shunaqa deb aytilgan. Qur'onda dalili bilan val kafiruna humuz zolimun. Kofirlar ular zolimlardir deyapti mana. Zolim odamni kofir deyilyapti-ku, kofirlar ular zolimlardir deb. Mana shunaqa shubhalar bilan kelganda, va man kafara ba'da zalika fa ulayka humul fasiqun. Kim bundan keyin kofir bo'lsa, ular fosiqlardir deb aytilgan. Qarang, mana shu joylari ularga shubha bo'lib qolganda mana. Va yana aytishganki, bir gunohni qilgan odamdan iymonda inkori bilan dalillar keldi-ku degan. Ya'ni bir gunohni qilgan odam bo'lsa, ana shu gunohni qilgan odam bo'ldi, iymondan chiqdi, iymondan ayrildi degan dalillar kelgan-ku. Mana shu dalillardan Muslim mana rivoyat qilgan hadis, Rasululloh aytgan, zinokor odam zino qilib turgan chog'ida mo'min bo'lib turib zino qilmaydi. O'g'irlik qiluvchi odam o'g'irlik qilib turgan holatda mo'min bo'lib, ya'ni o'g'irlik qilmaydi. Asha mo'min bo'lib o'g'irlik qilmaydi deganda, demak kofir bo'lib, ya'ni nima qilar ekanda, o'g'irlik qilar ekanda deb tushungan. O'zi asli unaqa emas, unaqa deb tushunmaslik kerak. Xavorijlar shunaqa qilib tushundi. Shuning uchun ham ular gunoh kabira bilan kofir deyish qoidasi bulardan chiqib kelganda. Tushundingiz-a? Xuddi shunaqa mana davomida bir odam aroq ichayotganda mo'min bo'lib turib aroq ichmaydi deyilgan. Va yana Rasulullohning so'zi, ansonlarni Alloh va rasuliga iymon keltirgan odam yomon ko'rmaydi degan. Demak, ansonlarni yomon ko'radigan u nima? Kofir odam bo'ladi deb shunaqa qilib chiqarib olishaverdi-da. Qarang. Xuddi shunaqa. Nafsim uni qo'lda bo'lgan zotga qasam degan hadis. Jannatga kirmaysizlar hatto iymonda bo'lmaguninglargacha. Iymonda bo'lmaysizlar hatto bir-biringlarni yaxshi ko'rmaguninglargacha deyildi. Qarang. Va hamda 3-navbatda, ya'ni hozir dalillarni keltirilyapti. Mana xavorijlar ana shu mo'minlarni gunoh kabira qilib qo'ysa kofir deb nomlashini sabablariga dalilda bular hammasi. Va qalu, yana aytishdiki, qarang, hozir 3-siga keldik. Va yana Rasululloh sallallohu alayhi vasallam ayrim gunoh qilgan odamlardan voz kechgan. Mana Rasululloh aytgan, kim bizga silohni ko'tarsa u bizdan emas degan. Kim bizni aldasa bizdan emas degan. Va yana boshqa hadisda kim bizni aldasa bizdan emas deb turib kelgan. Va hokazo. Va hamda Buxoriy Abu Hurayradan rivoyat qilgan hadisda keladi, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytdiki, Allohga qasamki iymonda bo'lmaydi, iymonda bo'lmaydi, iymonda bo'lmaydi deb turib 3 marta aytdi. Kim ey Rasululloh deyilganda, uni qo'shnisi ziyonlaridan, zararlaridan, aziyatlaridan omonda qolmagan odam. Ya'ni qo'shnisiga zarar beradigan odam iymonda emas degan. Bundan maqsad kofir ekanda deganda xavorijlar. Mana shu joyda mana xato qilgan. Ya'ni bu degani o'zi iymoni komil bo'lmaydi degan ma'noda aytgan Rasululloh. Lekin ular yo'q, iymonda bo'lmaydi degani u kofir degani deb aytganda, shuna qilib tushungan. Mana 4-dalil. Ular yana aytganki, ba'zi gunohlarni kufr deb nomlash kelgan-ku. Masalan, mana valillahi alan-nasi hajjul bayti man istata ilayhi sabila. Alloh uchun insonlarning zimmasida uyni haj qilish bor. Ya'ni haj qilish vojib.
Kimga? Qodir bo'lgan odamga. Va man kafara fa innallohu g'aniyyun 'anil alamin. Kim kofir bo'lsa, albatta Alloh butun olamdan behojat. Ya'ni kofir bo'lsa degani, ya'ni bir odam haj qilmasa, demak u kofir bo'ladi degan narsani chiqarib olishgan. Qarang, Rasululloh sallallohu alayhi va sallam mana aytdi: "La tarjiu ba'di kuffaron yadribu ba'dukum riqoba ba'din." Mendan keyin kofir bo'lib, murtad bo'lib ketib qolmanglar, bir-birlaringni bo'yinlaringga urib degan. Ha demak, hozir gunohni, demak bir-birini o'ldirishni kufr deb nomlayapti Rasululloh degan. Mana shu katta kufr degan. Ulamolar aytadiki, yo'q, bu kichkina kufr deydi. Qarang, shunga o'xshagan narsalarni birma-bir tushuntirib berganda ulamolar. Xo'p, yana mana shu so'zlar davom etyapti ya'ni. Vaqol yana aytganki, agar bir kishi boshqa bir birodarini kofirga chiqaradigan bo'lsa, shu kufr degan so'z o'ziga qaytib keladi degan. Ya'ni masalan bir inson ikkinchi odamni ey kofir desa, o'zi kofir bo'lib qoladi deyilgan hadisda. Endi mana shu o'zini zohiriga ko'ra kofir bo'ladi haqiqatdan deb turib aytishgan. Mana shu joyda mana bu joylar hammasi ana shu xavorijlar dalil qilganda mana shu narsalarda. Endi ulamolar ularga raddiya berib chiqqan. Endi mana bu joyda raddiyalarni ham keltirgan. Endi raddiyalari ham sal ko'proq. Buni endi kelasi safarga darsimizga qoldirsak bo'lar ekan. Alloh taolo o'zi qilib turgan darslarimizni davomli va hamda manfaatli qilgan bo'lsin. Endi kelasi safargi darsimizda ar-raddu ala man istadalla al-khawarij bihi. Xavorijlar dalil qilib keltirgan narsaga raddiyalar berib chiqamiz. Ya'ni xavorijlar mana gunoh kabiralarni qilgan odamni kofir deb hujjatlarni keltirdi. Biz ularni ana shu keltirgan hujjatlariga raddiyalarni berib chiqamiz inshaalloh. Xo'p, vallohu alam, bo'lmasa mana shu joyda to'xtaymiz.